jonimga tegib ketdi bari. Quribgina ketishi zoti. Neyse. Mana, qara. Mana, qara. Eshit Noskurbanda, mana qara. Qara eshit. Qara, ukam deysan, mana qara, meni ishlasa kerak emas deyapti. Hamma narsadan ko'nglim to'q deyapti. Eshtak. Bo'lishi mumkin emas. Kim aytgan buni? Feruza eganmi bu? Men o'z ko'zim bilan borib ko'rishim kerak shuni hayotini. Noskurbanda yur, qo'lasing bor o'zidan so'raymiz, uyini bilaman. Nasijim, mana keldik. Mana shu Feruza Egamovani uyi bo'ladi. Voy dadajonisi, siz ham menga shunday sharoit qilib bering. Gul tugul o'zingiz ham kerakmassiz menga. 8 oy bo'ladi. Eshityapsizmi? Erta ketib kech. Shu uydan chiqyaptimi o'zi? Feruza Egamovangiz baqiryapti-na. Ularni Yo'q. sovg'alab beradi. Tug'ilgan kun bormi? Mashinalargacha beryapti. Mana bir dona gul berdingizmi menga? Bir dona gulga arzitmaysiz meni. Bo'ldi, ketaman dedim. Feruza Egamova. Haqiqat qo'shib qilib aytsangiz bo'lmaydimi? Nima qilasiz xalqni aldab, gul ham kerakmas, pul ham kerakmas deb, sharmanda. Bunaqa yolg'on qo'shiq aytgandan ko'ra, bir to'rtta qo'y boqing, tushundingizmi? Sizga Her gün bir gül, deb